の星のどこかの丘のどこかの村のどこかの道で誰かのポケットに誰かのポケットに入るためにDadamla sayatga bordigan yana izlab o'tdim. Çin'den atışını mı? Dedem şu etrafta yanattan bak gibiydi o. Etrafida tog' borki. Rostga, belgin teg'non baqirdi-ki. Chenjen teg'im shu yerdi-ki. Orçam nimishqa yanartağının yenidi buldu-ki ne? Uyg'urcha ovozliq nodir filmlarni ko'rmoqchi. Amsi menda so'rab boqaylik. Bo'lsangiz, film Xumar suzuk film to'g'ri. Ko'rgan adresimiz Yaxshimisizlar? Chunki yanartaq arshaqni istab etadi. Ey, shundaqmi? Arshaqni bilganlar kelsa, avval yanartaqqa doir savatlarni obdan o'rganishinglar kerak. O'rganish? Rost, men munchiq tushib olay. To'xtang, qachayda o'tamsiz? Daji, o'rganishning gapini olib qochmoqchi bo'lyapsiz-ku. Yanartaqning portlashi yer sharining tirikligining isboti. Qani, mangayli. Tirik tağ, yanar tağ. Odatda yanar tağlarning portlashi 200 yoki 100 yilda davr qilib turdi ekan. 1783-yili Yaponiyaning Chenjen teg'ida bir qatim qattiq vulqon portlagan. Shu yili yana yer sharining shimoliy tarafidagi Islandiyada yer yerilib magma chiqib ketib, oz kam 10 ming odam o'lgan. Aradan 100 yil o'tganda, ya'ni 1883-yili Indoneziyada Krakatau yanartig'i portlab, dunyoning havo klimatida normalsizlik yuz bergan. Havo rayining o'zgarishiga asoslanganda 1982-yili Meksikaning Arkin yanartig'i portlab, 30 ming metr egizlikda magma etilib chiqqan. Yer sharining temperaturasi o'rta hisob bilan 0.6 gradus tuvanlagan. Temperaturning tuvanlishi ziroatlarni ziyonga uchirtib qolmay, butkul iqtisodga ta'sir yetkazgan. Yanartaqning portlashi yer shari bino bo'lgandan tortib mavjud. Shunga yanartaqning tarixi uzun. Buning ichida Vezuviy yanartag'ining portlashi eng mashhur. Bu milodiy 79-yildagi Pompey shahri. U chog'lar Rim imperiyasining toza gullangan vaqti. Vesuvius taqqa chiqqan chog' edi. U o'lib uzun o'tmay bir qatim yanartaq qattiq portlagan. Pompey shahrining bu manzarasini ko'rib hayron qolgansizlar. 13 yil ilgari bu shaharda bir qatim qattiq yer tavrigan edi. Lekin kishilar shu qatimki yer tavrashning uzun o'tmay yuz bergan tragediyaning beshorati ekanligini xayoliga keltirmagan. Meni bu yerdan tezroq ilib ket. Ma'qul, bilmangayli. Biroq bu bola qolsin. Xo'sh bo'p ketay. Balamni mendan ayirib etme. Sen hamma ish ko'nglimdagidek bo'lsin deb talab qo'yamaysan. Dunyodagi barliq boylik martaba va kelgusidagi hamma narsa sening bo'ladimi? Bu kishi tabiatshunos Gaus Ponini Segindaus Mesirinu. U paraxodning boshlig'i. Kishilar uni Chon Ponini deb ataydi. Taga, apam baya bir parça g'alati bulutni ko'rdim deydi. Bir parça g'alati bulutni ko'rdim. Ana qarang, taga.
Şekli qarğayning shigiga o'xshaydigan bulut ekan. Ahvol chataqdek turadi. Muhtaram janob, Nima ish? birsi vezovetiga portladi deb ma'lum qildi. Nima da'vatsan? Fenbonis xonimning elchisi keldi. Bu Fenbonis xonimning xati ekan. Nima? Nima ish bo'pti, tag'a? Fenbonus xonim xetida bizdan yordam so'rabdi. Portlashda o't etilib chiqibdi. Vezovot yanardaq. Siz yo'lga tayyorlaninglar. Xo'p, Qanday qilay deysiz, tag'a? Qutquzishimizni kutib turganlar Fenbonus xonimlar emas. Shamol yanardaqning chan to'zonlarini bu yerga uchirtib keldigandek turadi. Sizlar bu to'xmanglar. Bo'ladi. Uydagilar bexatar yerga ko'chsin. Sizga topshirdim. Bu bola cho'ng Poninining jiyani. Kishilar uni kichik Ponini deydi. U Vezuviy yanartag'idan etilgan o'tning ahvolini tafsil xotirlab oldi. suv cho'nqir yalatini tezlashib ketibdi. Ahvol xatarlik. Rolchilar kaynimizga qaytsak deydi. G'ayrat qilinglar, keynimizga yonmaymiz. Nurg'un odam bizni qutqizishimizni kutib turdi. Filbonis babo! Filbonis! 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 Janob Punoni, Aha. Balalarınız amandı. baxtimga o'ydiklarning hech qaysi xem xatarga yo'liqmabdi. Başının üstüge yastık koyuveleş bulduğun çar iken. Chang tozan taş aralash baş gözümüzge tushkil turdi. Bayni tozaqning o'zi. Şundaq bolsa biz derhal berip Allah'ını kutkuzaylı. Bamang zaharlikka soqib etsa, yo tash tegib ketsa, tugishsiz. Yaqin bamang. Ondaqda texme kutkuzuş gerek. Yürü ola. Herkes bamanglar. Basanglar gap yo'q o'lisizlar. Ispag'ansir ko'payyotidu. Kishilar darhol jinini olib qochsin. Adamlarning hammasi digidek portqa kelib oldi. Qechib chiqamaganlarmi bo'lsa kerak. Odam bormi? Ulgurmay qolganlar bormi? Odam bormi? Yordamganlar bormi? Ulgurmay qolganlar bormi? Men bor, bo'laman. Nima azmini qilasiz siz bu? Tazım ahmak nima ekan? Xonim, tizmamısanlar bo'lmaydi. Paraxotimiz Staviyel portida. Tizmini. Onu bexatar joyga olib qo'yinglar. Xo'p. G'am qilmanglar, bu yer bexatar, xotirjam bo'linglar. Tag'am sog' salomat bo'lsin, ilohim. Shundaq qilib 600 yildan ortiq tarixi ega obod shahar birdinla 5 metr qalinlikdagi yanardaq ko'li ostida qoldi. Hay. Ay, nima ish qilyapsiz? Quduq qo'layotgan ajoyib bir narsa chiqib qoldi. Bu Pompey shahridan qolgan narsa. Pompey shahri? Nima gap bu? Unutilib ketilganiga 1500 yil bo'lgan Pompey shahri mana shunday tepildi. 1748 yili Pompey shahrini qazish rasmiy boshlangan edi. Qazish ishi ta hozirgacha davomlashyapti. Yanardaqning yomonligini endi bilgansizlar. Film Xumar
Yanar tağlaslı qo'rqinchliga. Volkan qanday itilib chiqdi? Bu masalani tushuntirish uchun yer sharining tuzilishini ko'rib boqaylik. Qaranglar, yer sharining ichki tuzilishi buni isqimiga o'xshaydi. Yer sharining o'rta qatlamidagi qattiq jisim besimning oziyishi bilan erib magmaga aylandi. Magmaning etilib yer yuziga chiqishi vulqon deyildi. Biroq vulqonlar har xil tipda bo'ladi. Yer sharining o'rta qatlamidagi qarama-qarshi iqlim bo'yicha aytganda mundaq 3 xil ahvol ko'rildi. Bir xili yer sharining o'rta qatlamidagi qarama-qarshi iqlimning yuqori o'rlishidan shakllandi. Yer yerilib yeriqlardan magma etilib chiqadi. Bu Islandiya tiptiksi. Islandiyadagi yanar tog'lar mush tipga kiradi. İkincisi, yer şarining o'rta qatlamidagi qarama-qarshi iqlimning tuvanishidan shakllandi. Magma uzilib etilib chiqadi. Italiya bilan Yaponiyadagi yanar tog'lar mush tipga mansub. Üçüncüsü, onun tipdagi yanar tog'lar bo'lib, yer sharining o'rta qatlamidagi qarama-qarshi iqlimning o'rta qismida shakllandi. Volqan yer postini bosib etilib chiqadi. Biravi yanar tog'i mush tipga kiradi. Mana bu dunyodagi yanar tog'larning joylashish xaritasi. Yaponiyadagi yanar tog'lar dunyodagi yanar tog'larning 10dan birini tashkil qiladi. Yaponiyami Pompey shahrida ko'milib ketdimi? Meningcha butunlay ko'milib ketmas, lekin Pompey shahridagi tragediya Yaponiyadami bo'lgan? Idu taqim orollarining janubiy chetida bir qushlar oroli bo'ladigan. Orolning aylanma uzunligi 7 kilometr bo'lib, orolda odamlar yashaydi. O chaqda orolda uchar qushlar ko'p bo'lg'ashqa 1888-yili Pey shirkatining odamlari pey yig'ish uchun bu orolga kelgan. Shu chaqda orolda 125 kishi bor edi. Ular bo'z yerni oshgan edi. Bir kuni Oy, anima. Oraldagi yanar tog' portladi nima? Bu orolning tarixida yanar tog'ning portlaganligi haqida hech qanday xatir yo'q edi. Shunga kemichilar nihoyatda hayron bo'ldi. Ular orolni necha qatim aylanib portlash intayin dahshat bo'lg'ashqa orolga yaqin borolmadi. Hukumat bu xabarni anglab 8-oyning 24-kuni orolga tekshirish uyumiga avatdi. Doktor Dason Fangji va uning hamrohlari orolni bir hafta tekshirdi. Doktor, oroldagi aholilar qanday bo'pti? 125 odam butunlay halok bo'pti. Nima? Butunlay halok bo'pti? Shundoq. Bu ish ko'zni yumib ochqichi yuz bergan. Oldin ola mo'lchariga bo'lsaydi. Qachon portlaydiganligini bilgili bo'larmi? Yanar tog' davomli kuzatilsa, ma'lum darajada oldin og'il bo'lar deb o'ylayman. Qushlar orolida yanar tog' portlagan yili G'arbiy Hind taqim orollariga tava Martinik orolidagi Beli yanar tog'i qattiq portlagan. 5-oyning 8-kuni volqondan hosil bo'lgan g'oyat zo'r issiq iqlim 150 metr sekundlik surat bilan yamrab 1-2 minutda 8 kilometr yiroqlikdagi Saint-Pierre shahrini ko'mib tashlagan. Shahar aholisi butunlay halok bo'lgan. Bu Amerikalik geologiya olimi doktor Thomas Jarik. Bu orolda hech qanday hayotlik bo'lmasa kerak. Meningcha yo'qdek qiladi. Hey! Birisi tavlavatdi-ku. Ras birisi tavlavatdi. Oy, bu mumkinmi? Ras, abi yoqdan angirgan ovoz kelyapti. Mana meyada. Buni ostida tirik qolgan odam badaq qildi. Oy, tez, ma'qul. Voy, chaqqonga yordamlashinglar. Bundaq bo'lishi mumkinmi? Jazman tirik qolgan odam yo'q. Kelinglar, ma'ni qumrayli. Hey. Hey. Chaqqon. Hey. Oy, bu qanday? Zindon. Birla odam hayot qopdi. Yanar tog'ni oldin ola kuzatkili bo'lsidi, bundaq tragediya yuz bermagan bo'ladi. İlgirimi birisi shundoq deganda qilib edi. Ras, doktor Dason shundoq degan. Shundaqmi? Men bilan o'xshash qarashdikilarmi bor-kenda? Undaqda mening ishonchim texmi oshdi. O'xshash qarashdagi bu ikki doktor yanar tog'ga birdek qiziqashqa 7 yildan keyin oxiri Yaponiyada uchrashdi.
Bu görünüş hakikaten munayet hayvetlikka. O gayet zor mahluk okşaydı ki. Aslida yanardağlar hareketlenip durdu. Şundaq deyishki bo'ladi-ku deyman, doktor Jarik. Şundaq, hareketki tağ gayet zor hayati güçke ega. Biz insanlar yanardağlarning hareketiga sal qaramasligimiz kerak. Rost deysiz, biz birlikda tirishaylik. Bo'ladi. 2 yildan keyin, ya'ni 1944-yili Shenzhen tog'ining bag'ridagi Tangping degan yerda Yaponiya bo'yicha birinchi yanardağni kuzatish punkti qurildi. Kuzatish punktida doktor Dasun o'zi layihalagan kuzatish asboblari ishlatildi. 2-yili doktor Jarik Honoluludagi Krabi yanardağ eg'iz yeniga kuzatish punkti qurib, kuzatish punktiga doktor Dasun so'g'ib qilgan kuzatish asboblarini o'rnatdi. O o'zi birinchi punkt boshlig'i bo'lib, yanardağ harakatini 30 yilga yaqin kuzatdi. Volqan quruqliqdagi tog'larda portlab qolmay, dengizdami portlaydi. Tokyoning janubiga 930 kilometr keladigan yerdagi Shiyan taqim orollarida Shiju nomli bir orol bor. Shiju orolining sharqiga 500 dengiz mili keladigan ochiq dengizda 1973-yili bir qitim volqan portlagan. Bu xarita volqan portlagandan keyin paydo bo'lgan yangi orolning hosil bo'lish jarayonini tushuntirib berdi. Aslida yanardağdan chiqqan ko'l va qumlarni to'lqin eqitib ketib, orol g'oyib bo'lgan. Keyin magma to'xtamasdan etilib chiqib, yangi bir orolni shakllantirgan. Hosil bo'lgan bu orolga yangi Shiju oroli deb nom berilgan. Qaltis tekshirgan-ku, dengizning o'tirsidimi yangi orol paydo bo'ldi ekan. Shundaq, yana bir vakillik xarakterdagi yanardağning portlashi 1963-yili Islandiyaning yendagi dengizda yuz bergan. Dengiz ostidagi yanardağ portlab, orol paydo bo'lgan va bu orolga Sirusvi deb nom berilgan. Qaranglar, mana orolning cho'nligiga. Yani 10 yildan keyin Sirusvi orolining sharqiy shimoldan 100 kilometr yiroqlikdagi Hayma orolidami cho'ng ko'lamda volqan portlagan. Sirusvi oroli paydo bo'lgan chog'da Hayma orolidagi kishilar o'zlari turayotgan oroldami cho'ng ko'lamda volqan portlashidan ansirgan edi. Keyin bu amaliyotga aylandi. Lekin volqan portlab turgan yarim yil ichida aholilar jon chiqib elishib, shaharning 3/1 qismi yanardağning ko'li ostida qolgan bo'lsa-mu, muhim portini yana qutqizib qoldi. Emse o zamanımızdan Pompeyi şehri bo'pti-ku. Rost esa, uning o'xshamaydigan yeri oroldagilar yanardağ bilan kurash qilib, o'z shahrini qo'g'dab qoldi. Islandiya dal Atlantik okeanining o'rtasiga joylashgan. Shunga yanardağning harakati intayin ko'p. Biroq yanardağning insoniyatga foydali taraflari bor. Bu yer shimoliy kenglik 65 gradusga joylashgan Islandiya poytaxti Reykjavik. Voy, nimanda so'g'ib, to'g'ri bulamay qoldim. Sizlarni avar qilib qo'ydim. Bu yer bek issiqga. Bu yerdagilar yerning issiqligidan foydalanib isindi. Qaranglar, bu yerdagi turpi suyimi issiq. Yemakni assangizlar har qanday chog'da issiq suv bor. O't qalab suv isitishning hojati yo'q. Yerning issig'idan hosil bo'lgan arshangni parning o'rnida ishlatgili bo'ladi. Islandiya parnikda yetishtirgan mevalarini Yevropa ellariga eksport qiladi. Parnikda texi Shangzhou darixini o'stirgili bo'ladi. Yana boshqa usullar bilan yanardağdan foydalangili bo'ladi. İtaliya ve Yeni Zelandiya yerning issiqligidan foydalanib tok hosil qilyapti. Yerning cho'nqir yerida quduq ko'lab, issiqlikni o'rga aylantiradi. Andin etilib chiqqan o'r generatorning chaqini peqirtadi. Yaponiyada 1980-yilgacha yerning issiqligi bilan tok hosil qiladigan o'rindan 6 qurildi. Hammasining hosil qilgan tokini jamlaganda tok quvvati 170 ming kilovatga yetmaydi. Lekin İtaliyada Raludan Raylo tok hosil qilish o'rni hosil qilgan tok quvvatilar 300 ming kilovatga yetadi. Buningdan belgili bo'ldiki, Yaponiya Italiyadan ko'p orqada. Yanardağ energiyasidan yanada ko'proq foydalangili bo'lmasmi? 200 gradusga yetmasa, uni energiya degili bo'lmaydi. Lekin 100 graduslik energiyaga erishish uchun yerni 1000 metrdan ortiq cho'nqirlikda qazish kerak. Ha? 1000 metrdan ortiq? Cho'qim shunchalik cho'nqir ko'lash kerak. Yaponiyada yanardağdan foydalanish arshang bilan cheklandi. Arshangda ko'ngil oshqili va davolang'ili bo'ladi. Arshang dunyoda bir qadar oz. Arshangning ostida magma to'nglab qatqanda, uning tarkibidagi suv hor holatida ayrilib, isitilgan yer osti suvi bilan birga yer ustiga chiqadi.
Arşan suyu bilan har xil kasalliklarni saqaytqili bo'ladi. Bu magma tarkibidagi narsalarning arşan suyida eriganligining sababi. Ha, nima degan rohat. Emdi yuyunishda tuman keldi. Ajabchilik qildi bu. Endi yanartaqning shaklini ko'rib baqayli. Bu yepishqoqligi nihoyatda kuchli egar shaklli tog' jinsi. U eqib chiqib yanartaq atrofida mumi shaklli yanartaqni shakllantirgan. Buni tam soat shaklli yanartaq deymiz. Bu tashbaqa shaklli yumshoq yanartaq jinsi bilan egar shaklli yanartaq jinsi. U portlamay asti eqib chiqib pal shaklli yanartaqni shakllantirgan. Bu portlashdan keyin etilib chiqqan tog' jinslarining yanartaq eg'izida dövünishdan hosil bo'lgan bilay shaklli yanartaq. Bu tashbaq shaklli tog' jinsi yerning yeriqlaridan eqib chiqib, atrofga kengayishi bilan eritmadan shakllangan egizlik. Bu portlashdan keyin o'ltirishib ketgan yanartaq eg'izi. Bu yepishqoqligi kuchliroq bo'lgan tog' jinslari yer ostida qetishib, keyin ichilib qilishdan paydo bo'lgan monar shaklli eritma. Bu egar shaklli tog' jinsi, yanartaq balvig'i, yanartaq ko'li qatorliqlarning yanartaqning to'rt atrofiga dövünishidan shakllangan koni shaklli yanartaq. Buni qavatli yanartaq deymiz. Qavatli yanartaqlarning ichida eng chiroyli yanartaq Fushi teg'i. Fushi teg'ining ahvolini keyin ayrim tanishtiray. Xo'shamsan? Volqonlar portlamasa, yanartaqning foydasi haqiqatanmi ko'pga? To'g'ri deding. Dadam arsham suyini otqandi. Dadam boshqalar bilan chaqchaqlashishni yaxshi ko'rimiz kerak. Hay, dadam naqsh etishni yaxshi ko'rdi-g'andi. Dadam hargiz chaqchaq qilib bilmaydi. Akka, tezroq suyunayli. Bo'lmasa, opam yana portlab ketadi. Bo'lmaydi. Daji, nimancha ezangilik qilsa? Opam portladi. Tezroq suyuninglar. Men opamning portlashini burunli bilgandim, lekin ancha qo'rqinchli emas. Hey,